Ey insanlar. Sizler muşundaq nadam petim yürüyüversanlar. Men sizlerni ozdurup tuyuq yolu başlap, xanı veyran qılıp, oldumdu tızlandırıp, zar yığlatqıcı. Şeytan. Şeytan bulma. Bugün men intayin hoşal. Çünkü bir job inak ailinin oturğusu diye silip ulanı acıraştırıp ettim. İki balысы kan yığılap ketdi. Ayalı olsa acıraşmaydım dep ketdi. Men ulanın içini şalı qarab, qalırıp içilip ketdi. Acep adağım çıktı. Yaxşımısınız şeytan pırım? Kim o? Oy, men AIDS virusu o, tanımadınız mı? Unutup kapsız değil mi? Oy, menin kıyametlik dostum, мәңгілік әмірейім, virüs xanım bu. Kayfiyatınız taza yaxşı emas qo'jinim. Sizga nima bo'ldi, ha? Xizmatimmi, kayfiyatimmi taza yaxshi emasdan, ha? Makram. Uncha deb ketma, qadrligim. Bizning xizmat natijalar intayin zo'r bo'ldi. Qisqagina vaqt ichida har xil omillar orqali 200 dan ortiq odamni tiniq makonlashib, insonlarni nabud qilish sur'atinglar hassilab ish beryapti. Shundaq. Bu yil biz sizlarni ilg'or kollektiv qilib bağlamoqchi qadrligim. Oy, neyətkini? Siz onda degen bilen, bizden başlık, menin işleyen xizmetimni faqat ko'rib ketemeyivatıdı. He, deysizlar, oş yenideki zukam yutellerini mi kapatlaydı qarang? Qaraqsam, bu qitim onu vardı mı? Oş yenideki yalaqçılar berivetti. Oylusam, şunda içim açık oldu. Ben degen bu yıl zehir çekkici hem paşvas dostlarımla birleşip 200 artıq adamdan tiniq besip kirdim. Yaraysiz. Muna, bu menin xizmetimdi. Biroq boshliqim bilmasa men qanday qilay men? Oy, unchalik ranjib ketmam. Bir yil boshlig'ingiz sizning bu natijangizni cho'qim amallashtirdi. Sizni ilg'or xizmatchi qilib bag'laydi qadrligim. Sizning bu shu zo'r to'pingizda mening bu ajrim bog'i deyman, ha? Oy, pirim, bommandigan. Lekin bog'i maşı yaqinning ya qulamga toza yoq so'g'atlar tushmayotdi. Bommasi o'zini ne chiqdim. Yo'qlab kelib bo'latdim pirim. Yo'qsin. Pul puchak, huquq, manfaat, 100 obro'y deganlar inson xas ishlar jinim. Sizning menga amaliy natijangiz lozim, ha? Nima ishdan kelganingiz? Qani, dam. Oy, deyma. Pirim, olduk günü başqımdan şansı onu doğruluk qilsam, bana bu da muhim vazifani yana bir demadi qarang. Ajab yaxshi, ha? Bu qitimqi vazifam odimilik shirkatining direktorning tiniq bevos kirishga. Yaraysiz. Biroq qancha qilsam faqat kiramadim. Ajab ketgansiz. Siz insonlarni ozdirish universiteti a'lo tutkizib turib, mishlik ishla qilamadingizmi? Oycan, pirim, bu vaqt ne bak onun tiniq kirib bo'latdim. Lekin bağı onun yanında axloq degan bir kotibi bor ekan. Shu bir nima orimizga kirib elib, meni faqat taraq qildirmayotdi. Xatirjam bo'ling. Biz axloqni shirkatda qo'llab chiqarsak, hammish oson. Oy, pirim siz bek aqlliqchimi? Qanday qilib qo'g'laymiz? Men qarang. Biz satanglar esli ish qilamiz. Siz insonlarning xarakterini tushunmaysiz qadrligim. Bularning pul topgan ba'zilari xudini yo'qitib, xotin usti xotin elib, chiroyli qizlarni ko'rsa, shallikni yiqitib bo'lanmay qoldi. To'g'ri. Men sizni eng chiroyli holatdagi inson qizga aylantiraman. Oy, pirim. O'zimni bo'lsam, direktorning eng yaqin do'sti qilib o'zgartiraman. Shuni ularni ozdirmaysiz. Oy, pek yaxshi qildingiz. Siz xo'sh qiladingiz meni. Ular keldi. Hay axloq. Mana
Sen boğallığın için devletke, cemiyetke izcil köp koşup kelatımen. Sana köp rahmet, ahlak. Arzimaydi. Direktor, arzimaydi. Siz meni qadirildiniz. Ben sizni qadirildim. Sizga o'xshash mard, sehi, karxanchi boylarimiz ko'plab chiqadigan bo'lsa, jamiyatimiz texmi güzel, ham illiq bo'lib ketadi, direktor. Ha, qani aytqina. Bugungi xizmat tartiblarini qanday o'rnashtiradi? Pulqim senda. Bugungi xizmatlarni manda o'rlashtirdim. Xo'sh. Atdigan soat 8da oliy maktabga imtihon berib, iqtisod yetishmay o'qiyamatgan 50 nafar o'quvchiga o'z qo'lingiz bilan pul iyona qilasiz, direktor. Yaxshi, yaxshi. Saat 10da şirketimiz 100 milyon mablag' sağan Ümit Qurilish maktabining ul qurishiga qatnashsiz, direktor. Ha, yaxshi, yaxshi. Saat 12da şirketimiz sanatoriyasiga berib, cho'nglar bilan yashanganlar bilan tushlik tamoqda birga bo'lasiz, direktor. Nayt yaxshi. Memleketdeki ular bilan tushlik tamoqda birga bo'lay deb o'ylab topdim. Yaxshi o'rnashtiribsan. Ha, tushlikchi. Tushlikka saat 2da sizning ayolingiz bilan men Mehribon Allah kollektiviga berib, saxovat ishlariga qatnashman, direktor. Demek ben senden tushlikdan bir necha soat ayrılıp kaldı mende. Bu günler senden ayrılmasam mı Bulat? Bu bir necha saatni mi şimdi ishlab o'tkazarman? Haras. Bizning ayliqi qiz katib talashimiz qanday ketdi? O ishlar, direktor, yurishyapti da. Lekin shirkatimizga oliy maktabdan kelib imtihon berayotgan nurg'ulg'an aspirat doktor qizlar kelyapti. Lekin shirkatning ba'zi qayta tizimlariga to'g'ri kelmadi, direktor. Bu ishlarni yurishib ketdi. Siz xotirjam bo'ling. O'zim bir taraf qilma. Ansirman. Ha, bo'ldi. Men sana ishinaman. Direktor, vaqt to'shib qoldi. Ma'amdiq. Mayli. Qani. Jur. Ama sen tushlikdan ishni obdan o'rlashtirib, vaqtida qaytib kelgin. Sen saqlaymanjimi? Kechib qolmagan. Ma'qulmi? Bir kun shunchalik jafoliq ishilgan bo'lsam-mi, lekin yenimda axloq bo'lganligi uchun o'zimni qilchimi charchashni qilmadim. Axloq. Sen hozir nalar yuriydigansan, ha? Qo'yma, sevindim bu seni. Assalomu alaykum, qadrli direktor og'aynim. Ya Allah. Va alaykum assalom. Qandaroq adash? Bormisan ey? Yaxshi. Bak, Shu ishon ko'rsataylik. shuna qilamda. Kela. Oy Allah. Yo Qandaroq? Qara. Kela. Ya Allah'ım. Bormisan ey? Baba. Davlatda davlat. Aqachirayman val taqra ketgan. Sen bizni yo'qlamading adash. Biz seni yo'qlab keldik. Ben bu işinin aldarsızlıkta seni yoklamadım. Köçürgüncü mü? Ya, unda deme. Seningdek direktor ağalarımızdan çıktığında biz pahilimiz adaş. Rahmet. Sen bu şu cemiyette nurgun yaxşılanıp kötüpsen, ha? Okusuz kalan balanı okutupsen, yol yasayıpsen, mektep sayıpsen. Ya Allah, canım ağına mekagına. Da dur ha? Qandaq bir Mehribon ana tuqqan bo'g'ay etkesini. Bak, devlet beni kulladı. Her millet halkı beni kulladı. Ondan da qarab tursam bo'lmaydi. Az tula yaxshi chiqib qo'ydim shu. Ras. O deningu to'g'ri adash. Meni demoqchi o'g'lim, sen qilayotgan mushu yaxshi ishlarni hukumat qilsa adash. Shundoq. Ammo shundoq tas topgan pulni unda buzversang bo'lmas. Meni demoqchi o'g'lim, mushu ish qilganchada axloq azroq kallangni qaydirdi, ha? Axloq mı? Yo'q. Onun da undaq mas'ul yo'q. Men onunla bu işinime. Ishanga taqdi kek yatmabdi degan gap bor. Ne deganing bu? Taqib ketibdi. Tarqalib ketibdi? Neni tarqalib ketibdi? Voy, eshitdim qilmagan ama gap taqib ketmadi, gap. Men qaradash, eniroq aytqana. Qaysi gap tarqalib ketibdi? Ey, Sadoqada jinim adash. Xo'sh. Yilqi sen ishongan axloq. Men bo'lmagan bo'lsam, direktor tugishadi. Shirkatda mening deganim degan. Men bo'g'ashqa direktor bo'lib turibdi deb gap taqib ketdi qara. Axloq mı? Axloq? Yo'q. Onu da onda mas'ul yo'q. Onu bunday gap tarqatishi mumkin emas. Sen gap tarqatib yurmagin. Ma'qulmi? Nima gapni? Unda sen bu gapni qon tip mendan davsa. Voy, astag'firullah. Yana bor. Xo'sh. Axloq bilan ayolingning munosabati ekan. Ras. Hey, Ko'zni ichi qaraydi adamni? qalamga gap qilmajimi? Yo'q. Jinim, qarindishim, men qalamga gap qilmadim. Hammasi ishimiz yaqin bo'lsa, voy sen deb qo'y deb sen ko'ngil. Bo'ldi. Quruq gapni qo'yib, shirkatga chiqib ketdi. Men qara adash. Bo'ldi. Yaqin og'ayna bo'lsa, voy bo'lma chiqdi. Voy, pirim, yomon sakrab ketdi-ku. Men qara qadrligim, siz insonlarni tushunmaysiz. Bu haqning anisi to'g'riliqga qilsaq jim turgan, xotin to'g'riliqga qilsaq sakraydigan haq. Qanda,
chiroyli bo'lib ketsiz. Endi uni shoshiga qilgan bo'ldi. Xo'sh. Yaxshimisiz, direktor? Voy. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz? Voy, men degan sizning katibingiz bo'ldimi? Men degancha oliy maktabni bitirgan, texi necha davlatning tilini o'z ona tilimda so'zlayman da. Masalan, baqo, italiycha, ruscha, inglizcha, yaponcha qatorliqlar. Yaxshi. Tushunishlik. Axloq bilan ko'rishdingizmi? Voy. Bunu boş gapingizni sizdan qanchalik samimiy odam ekanligingiz chiqib turdi. Biroq axloq undaq emasga, u hozir bu shirkatning direktori, siz bir odatdagi xizmat so'p qapsiz. Direktor, oldin kuni vaqo, men siz degandek uni izlab ishxonasiga borgandim. Masajchilikni. U bir ayol bilan irmash. Chirbosh o'qib qara. Nima deydigansiz? Yurmas! Kimligini bilamsiz? O'zing ayolingizga. Yurmas! Nima? Yurmas! Astagfirullah. Voy jon direktor, siz menga faqat ishonmadingiz-a? Axloq vaqo, mening iqtidorim qo'l qo'yganmisizmi? O yangi bu shirkat qabul qilmadi. Sababini bilamsiz? U meni bu shirkat qabul qilsa, uning chog'lari chiqiydi degan gap. Ketaymi deb baxtim. Shu yangi sizni o'ynab ketmadim. Astagfirullah. To'xta. Men o ishchisiga bu shirkatning direktorining kim ekanligini hozir ko'rsatib qo'yaman. Deb yaxshi oldu. Olmadimi? Tova. Olamdi ular telefonni. Nima? Her ishkes telefonu almaganda, demek ular sizning do'ppingizga jigini silyapti, direktor. Ajab bir gapimga ishonmay ketdingiz a. Shundaq. Siz ben bilaman. Men og'ir qabul qilgan o'xshamdimi? Direktor, to'xtang a. To'xtang. Men og'ir uning tiniq diskret. Yaraysiz qadrligim, yaraysiz. Biroq doğru deganga qanday taqabul turma. Men qarang qadrligim, men insonlarni ozdiraolgan bilan ilm fanni ozdirolmayman. Buningga o'zingiz bil amal qiling, ha? Ammo uni tiniq kirib yaxshi qilibsiz. Shayton prim. Nima desam bo'la? Ras, doğru deganim uzun istimal qilsa, odamni o'ltirdi deb tashviq qilsa bo'lmanda. Shayton prim, to'xtang a. To'xtang. O'zim topgan baloga nagi baray da'voga degan manumush bir necha soat axloqdan ayrilib shaytonning kayni kirib ayolim bilan axloqdan gumonlanib mana bu nijis kasalni o'zimga yuqtirib oldi. Men bundan axloqdan bir minutmi ayrilmay ayolimga sodiq bo'lib mana bu ishkisini mangu qadrlayman.